O'zimizning milliy shirinligimiz holvatarni issiqligida ham, sovuqligida ham iste'mol qilinsa, xushta'm bo'ladi. Qozon tagini yoqib, bir cho'mich yog' solamiz. Yog' qiziguncha idishga shakar solamiz, qaynoq suv solib, sirop tayyorlab qo'yamiz. Qizigan yog'ga bir piyola un solib, yaxshilab qovuramiz. To'q jigar rang bo'lganidan keyin tayyorlangan siropni sekin astalik bilan quyamiz va tinimsiz aralashtiramiz. Olovni pastlatib, biroz o'z holiga qo'yamiz. Yetilgach quyilishni boshlaydi va shu jarayonda olovni o'chirib, holvatarimizni idishlarga sovolamiz. Yaltillashini qaranglar. Endi holvatarni tayyorlash uchun payshanbani kutish shart emas. Ko'ngil tusagan paytda tayyorlasa bo'ladi. Bu shirinlikdan tayyorlab ko'rganmisiz? Sizlar qanaqa usulda tayyorlaysizlar? Xato kamchiliklari bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring.